4-iyun Germaniya-Fransiya chegarasi. Hozir 200 metrdan keyin Fransiya boshlanadi. Hozir men Germaniya territoriyasida yuribman. Mana tablicha yozib qo'yibdi. Hech qanaqa granitsa yo'q. Mana Fransiya deb yozib qo'yibdi. Mana Germaniyadan Fransiyaga o'tdim. Fransiyaga o'tdim. Yo'q, Fransiya tog'lar ustida yo'q. Hozir eng yuqori cho'qqida. Продолжайте ехать по дороге 8 километров. Fransiya. Chap tarafında sarı güllagan bu raps.